sanki günüm kaldı bana. Forma giyemedi. Ertelem forma giyemedi degan kuni kechqurun mashina olib ketib yuvanchib qo'ydi bolam. Hammasi bizga. Ha, hammasi sizlarga. Bizayam istaydigan nima qilgan odamlar bor ekan. Hech kimni farzandimga kasal bo'lmasin hech qachon. Yaxshi to'ylar qilinglar iloyim. Yaxshi kelin kuyovlar ko'ringlar. Rahmat xudo. Hammasi bizga. Ha, hammasi sizlarga. Allohim barcha yaxshiliklarni eng yaxshi eng go'zallari bilan siylasin. Sen siylab xudo bilan siylab biringlarga mingni bersin oğlum. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Benden qaytansa Allah'dan qaytarsın. Benden sen qaytmaydı Allah'dan qaytar. Topganingga baraka bersin de Allah kaynak kılır. Topganingga baraka bersin. Dillerden bereket toplayın, toplayın, Allah'ın bereket versin. Hangi birini bilirsin, silahı kutlamayın, yine bilsin, kendine sormasın. Allah hakkasa kolla kontrolasın, silahını yapalım. Beni günümü kim yaşamasın. Sokulacak telefonu. Sana uydular, doğruyum andım, dikkaçlık kadıyordu. Forma giyemedi, ertelem forma giyemedi degan kuni kechqurun mashina olib ketib yuvanchib qo'ydi bolam. Shu bilan invalidlikdan satishga olmadi, yengilayman, azizim qilaylik ekan dedilar. Mo'malimga o'sha chillalarda borib, davlenasi ochib ko'maga chiqib qoldi, o'lib qoldi. Endi ehsonga kunim qoldi bolam. Menga bakna bersinlar, Allohning puliga mingani bersin. Allah Bilamiz olacak. Rahmat. Bir olsun. Hammamizdan yaratgan rozi bo'lsin. Bizayam istaydigan nima qilgan odamlar bor ekan. Qiynaldim, ro'za olgan qiynaldim. Bitta yolg'iz o'g'lim boquvchim edi. Qamalib qolganda unga olib borish kerak. Unga o'zim saqlandim. Suyak yemirish bor, oyoqda yura olmayman, ishlay olmayman, davleniya bor.
Bir iki mahallaga chiqdim, yordam qilmadim. Chunki chiqmadim. To'g'ri, masjidga chiqdim. Uyat bo'lsa ham chiqdim masjidga. 4 oy 5 oy go'sht qilib yer, lekin bo'lmasa shu bolamga pasilkada ovqat qilib go'sht qilib bu narsalar pishirib olaylik. Bankalarga solib jo'naytib, o'shanda chiqdim, nima qilmadim. Shunaqa saxiy boylar bo'lib hammaga insoniyat tarqatib shunday mani bolalarim ham shular qatorida bo'lsin iloyim. Mehmon keldik. Allah razı olsun. Yordam bersinlar. Farzandim hozir og'ir kasal, cho'g'lanib qoldi. O'z kasalimiz hali o'ziga. Shotiga yana chiqolar, immunitet pasayib hozirda qat'iy boshlaymiz. Joni shunaqa og'riydi. Bir kunda 3-4 marta sug'urga bermoqchi bo'ladi. O'zi qiynalib, hozir cho'g'lanib, kavasiga mixlanib qo'yapti. Kechalari oyog'i shunaqa og'riydiki, jon marvat olinadi. Siling, faqat siling deydi. Oyog'i shu qo'l hech narsa, shu chap qo'li ham shu mashina tashlab olmabdi. Qatga murojaat qilishni bilmayman, nima qilishni bilmayman. Qo'limda pul yo'q. Nomeringiz bor, qolamiz, nomeringizni qo'yamiz. Yaxshi insonlar ko'p aloqaga chiqishadi. O'zimiz ham xabar olamiz, xo'p? Yordam bersanglar, yaxshi bo'ladi shu vaziyatda. To'ylarni ko'ring, ezilib ketgan kishi seni bansaga o'g'irlashmadi. Hech kim farzandini kasal bo'lmasin, hech qachon. Farzandim og'irlashayotganini ko'rib. Qulunjak yig'lamang. Sizni yig'latish uchun kelganmiz, sizni xursand qilish uchun keldik. Hozir bunaqa xabarni hozir eshitdik. Nomeringizni qo'yamiz. Xudo xohlasa, faqat duo qiling. Baribir Allohning aytgani bo'ladi. Biz nomeringizni qo'yamiz. Yaxshi insonlar juda ham ko'p aloqaga chiqishadi. Rahmat sizlarga. Alloh bizga bersin. Bundan ko'pimizga bersin. Farzandim tuzalib ketdi, oyoqqa turib to'ylarida kelinglar. Allohga shukrlar. Hammasi sizga, mang. Yerim tepadan yiqilib tushgan edi. Boshlari bilan oddiy taksichilar ma'ruf ishlamayapman. Indaman. Yelgaladi. O'sha taslamadi. Bolalarim bilan ko'chada qo'rquvdi. O'shanga agar yordam bersanglar. Hatto boshlang'ich to'lovini qilib bersanglar. O'zimiz amallab. U ham sizlarniki emas, ha? Yo'q, arenda. Ha, arenda. $100 beramiz. Qizim bolalarim zo'rg'a Yig'lamang, sizni yig'latish uchun kelmadik. Bolalaringizga muntazam qiling. Yig'lamang, sizni xursand qilish uchun keldik. Biz bolalarni xursand qilish uchun keldik. Yig'lamang. Nomeringizni qo'yamiz. Yaxshi insonlar ko'p aloqaga chiqishadi. O'zimiz ham xabar olamiz, xo'p? Topgan tushganinglar va Alloh baraka bersin. Sizlar bizga berdinglar, birini sizlarga menga bersin ilohim. Nima niyatingizdan bo'lsa, orzu niyatingizga yetinglar ilohim. Bola chaqanglarning orzu hammasini ko'ringlar. Allohim shu bergan rizqinglarni sizlarga bizga berib turasizlar, 10 barobar. Allohim hamisha yomon kulfatlardan, ofatlardan, hamma balo qazolardan Allohim o'zi saqlasin. Ilohim shu Zangiobam ambonolarni qanoqlarni qo'llab-quvvatlab iloyim hamisha omadinglarni bersin. Alloh aytganingiz kelsin.